Assalomu alaykum hurmatli obunachilar hamda bizni kuzatib borayotganlar. Mana bugun biz xudo xolasa rasmiy litsenziyaga ega bo'lgan Centrum Holidays ofisidamiz. Xudo xolasa sizlarga qo'ldan kelgancha ma'lumotlar berib o'tamiz. Ofis manzilimiz Marg'ilon shahar temir yo'l vokzalchasida joylashgan. Xohlovchilar ofisga ham tashrif buyurib, o'zlarini qiziqtirgan savollariga javob olib, har qanday ma'lumotlarni olishlari mumkin hamda o'zlarining joylarini bron qilib ketishlari mumkin. Xohlovchilar ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilsalar ham qo'ldan kelgancha ma'lumotlar berib o'tamiz. Xudo xolasa bizda ro'za Ramazon oyining 10 kunligi, 2 kunligi hamda 3 kunliklariga ham qabullar boshlangan. Undan tashqari ro'za Ramazon oyida ro'zalar tutib, hayit namozlar o'qib kelaman deb niyat qilgan hoji ota, hoji onalarimiz, aka-ukalarimiz, yoru birodarlarimiz bo'lsa, 35 kunlik paketlarga ham qabullar boshlangan. Yana qandaydir ma'lumotlar kerak bo'lsa, bemalol qo'ng'iroq qilishlari mumkin. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'ysalar, mana shunday yangiliklar ko'rib borasizlar. Xudo xolasa biz sizlarga qo'ldan kelgancha yangiliklarni ulashib boramiz. Videolarimizda qandaydir kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, oldindan uzr so'raymiz. Hamda obuna bo'lib qo'yishlarini so'raymiz. Barchalaringga rahmat. Bizni kuzatishda davom etinglar.